Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari va ustozlar. Sizlarga men bir saytni topib qo'ydim. Bu sayt orqali darsingizni qiziqarli o'tishingiz mumkin va o'zingiz uchun ham oson. Qani boshladik. Chromega kirib olamiz. Chromedan edubaza.uz deb qidiramiz va chiqqan birinchi saytga kiramiz. Kirganimizdan so'ng mana bunday oyna ochiladi. Bepul boshlash tugmachasini bosamiz. Bir oz kutib turamiz, bir oz noqulaylik bo'lyapti. Internet menimcha ishlamay qoldi. Hozir bir oz kutib turamiz. Va mana chiqdi. Chiqqanda bu yerdan Google so'zi bor. Shu yerda bosamiz. Ya'ni Google orqali autentikatsiyadan o'tamiz. Va bosganimizdan so'ng Google akkauntimiz chiqadi. Shunday bosamiz va подожди tugmachasini bosamiz. Va bir oz kutib turamiz. Kutib turganimizdan so'ng mana chiqdi. Mana xayrli kech mo'jizaviy ustoz. Ya'ni biz ustoz bo'lib profilga kirdik. Kirganimizda mana bu yerda dars taqdimotlari bor. Masalan, gap haqida, boshqa nima haqida taqdimotlar bor. Sinfni tanlaymiz va xohlagan darsimizni o'tamiz. Ya'ni dars ko'rish. Dars ko'rishni bossangiz sizga dars o'tib beradi bu ilova. Xohlagan fanimizni tanlab darslarni ko'rib olishimiz mumkin. Shunday qulayliklari ham bor, mana ehtiyot qonunlari. Va yana materiallar tugmachasini bosamiz va o'yinlar tugmachasi bor ekan. Mana arqon tortish, masalan, arqon tortishni boshlashni bosamiz va sinfini tanlaymiz. Sinfini tanlab, fanini tanlaymiz va salloha kiriting. Masalan, men sarlavha deb yozdim va savoli 9 ga 8 ni qo'shdik. A savolga varianti 15, ya'ni to'g'ri bu savol. Ikkinchisi 55 mi? Unda xohlaganimizni yozib qo'yamiz. Tayyor qilib. Mana uni o'zgartirib 15 va nashr etish tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bunday oyna kelib chiqadi va boshlashni bosamiz. Mana ko'k jamoaga qarshi qizil jamoa. Mana boshladik. Va 9-8 ni qo'ysa 15. 15 tugmachasini bossak mana savol tugadi va ko'k jamoa yuribdi. Mana shunaqa. Xo'p, yana boshqa narsalari ham bor. Hozir mana ko'rsatib o'taman. Masalan, yangi savol to'plamini yaratishdan materiallar tugmachasi bor. Tugmachasi bor. Masalan, mana yerda omadli charx, sirli quti. Yana yaratishga o'tamiz. O'tganimizdan so'ng mana bu yerda mavzu yuzasidan ishchi varaq, crossword, ya'ni crosswordga kiraylik. Mana crosswordga kirsak, mana bu yerda mavzu nomini kiriting. Masalan, men kompyuterning yordamchi qurilmalari deb yozamiz. Masalan, kompyuterning yordamchi qurilmalari. Va mana bu yerda crossword generate tugmachasi bor. Crosswordni yaratish. Va shu yerda bosamiz. Va pastda mana crossword yaratib berdi. Va mana bu yerda javobni ko'rsatish fichkasini qo'yib qo'ysangiz, javoblarni ko'rsatib beradi. Bir o'zingiz ham ko'rib olasiz. Va yana nimalari bor buni? Xo'p, yana yaratishni bossangiz, pastda ochilarga yaqinda PSBC'si bilan va kutubxona tugmachasi bor. Kutubxonaga kirsangiz, xohlagan kitoblaringizni olib elektron variantini olishingiz mumkin. Masalan, adabiyot 10-sinfiga bosdim va 4 megabaytga o'qishni bosdim va saqlanib qilib mana ochdi 10-sinf adabiyot. Va xohlagancha o'tkazib, bemalol rasmlari ham birga bir ishlangan kopiya kitobni shunday elektron variantda. Endi materiallarga o'tdik. Materiallarda 8-sinf mana geografiya, iqtisodiyotini, hududiy tashkil etish materiali bor, matematik crossword bor material. Shu materiallardan masalan mana fanni tanlab olamiz. Ona tilini tanlab olsam men. Hop, sinfini tanlab olsam mana ona tilda har xil materiallar beryapti. Va yana nimalar bor? Yaratishga o'tamiz. O'tganimizda mana matematik ishchi varag'i bor ekan, BSBC'si bor ekan. Masalan, ishchi varaqqa kirganimizda ona tilini tanladik, mavzuni tanladik. Tanlaganimizda xohlagan bitta mavzuni tanlab topshiriqni yaratish degan tugmachasi bor. Shuni bosamiz. Va bir oz kutib turamiz. Ozgincha vaqt talab qiladi, chunki AI yordamida yaratilyapti bu. Bir oz kutamiz.
mana chiqdi. Xo'p, mana bu yerda mana test tuzib berdi. Biz gapirganda nima hosil qilamiz? Masalan, tovush, harf, rasmlar. Tovushlarni nima haqida, nima orqali eshitasiz? Quloqlar orqali, ko'zlar orqali, qo'llar orqali. Tovush nima? Har xil endi. Sinfini tanlab qo'yganingizda sinfiga qarab savol beradi, test chiqarib beradi. Va yana nimalar bor? Yaratishga o'tsak, imtihonga tayyorgarlik, DTM testlar yaqinda qo'shilar ekan. Qolganini o'zingiz ko'rib olasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. YouTube kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'ying. Va qolgan ustozlar o'qituvchilar gruppasiga yuborib qo'yishingizni iltimos qilaman. Chunki qolgan o'qituvchilar ham bu sayt borligini bilishsin. Hammaga rahmat.